Shu paytgacha yashashingiz davomida hech qachon qora tuynukka tushsangiz nima bo'lishi haqida o'ylab ko'rganmisiz? Mana men hozir tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz va men qora tuynukka tushishga qaror qildik. Bizda esa xayoliy kosmik kema bor. U bizni istalgan tezlikda va istalgan masofaga olib bora oladi. Biz kemaga o'tiramiz, lekin avval savol tug'iladi. Qora tuynuklar nima o'zi? Va biz ularni qanday topamiz? Qora tuynuk g'oyasi juda ham qiziq hisoblanadi. Hayolimizga Quyoshdek yulduzni olaylik. Uning butun massasini olib, uni siqib, yana siqib va nihoyat radiusini atigi 3 kilometrgacha qisqartiramiz. Agar shu qadar kichik joyga shuncha massa jamlanadigan bo'lsa, uning yuzasidagi tortishish kuchi shunchalik kuchli bo'ladiki, undan qochib chiqib ketish tezligi imkonsiz bo'ladi. Ya'ni qochish tezligi yorug'lik tezligidan ham o'tib ketadi. Va buni shuni anglatadiki, hatto yorug'lik ham undan qochib chiqib keta olmaydi. Aynan mana shu narsa qora tuynuk hisoblanadi. Tortishish kuchi shu qadar kuchliki, undan chiqib ketishning imkoni yo'q. Dastlab qora tuynuklar faqat matematik yechim edi. Tenglamalardagi g'alati, ammo mantiqan to'g'ri natijalar. Ammo o'nlab yillar davomida olimlar yulduzlar, gazlar va galaktikalarning harakatini kuzatib, go'yoki bo'sh joylar tomonidan egilib, tortilayotganini payqashgan. Shundan ma'lum bo'ldiki, bu joylarda ko'zga ko'rinmas, ammo juda kuchli obyektlar bor. Bugun biz bilamiz, qora tuynuklar haqiqiy hisoblanadi. Ular yirik yulduzlarning qulashidan hosil bo'ladi va butun koinot bo'ylab tarqalgan. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, koinotda 40 kvintilliondan ortiq qora tuynuklar bo'lishi mumkin. Deyarli har bir galaktikaning markazida bitta supermassiv qora tuynuk mavjud hisoblanadi. Keling, galaktikamiz o'rtasidagi qora tuynukni olaylik. Uning nomi Sagittarius A yulduzcha hisoblanadi. Bu uning haqiqiy surati hisoblanadi. Bu yerdagi yorug'lik qora tuynukdan umuman chiqmaydi. Chunki u yorug'likni ham yutib yuboradi o'ziga. Biz ko'rayotgan yorug'lik qora tuynukda atrofida aylanayotgan akkretsion diskdan keladi. Bu diskdagi moddalar juda katta tezlikda aylangani sababli qizib ketadi va portlaydi. Agar biz qora tuynukda yon tomondan qaraydigan bo'lsak, yanada g'alati manzara paydo bo'ladi. Uning tortishish kuchi yorug'likni egib yuboradi va disk oldidan ham, orqasidan ham bir vaqtning o'zida ko'ramiz. Men endi o'zimga sherik olib, qora tuynukni oldiga borib ko'raman. Lekin yaqinlashganim sari men o'ylashni boshlayman. Bular o'zi qanchalik katta? Galaktikamiz markazidagi qora tuynukning massasi Quyosh massasidan 4.3 million marta katta hisoblanadi. Ammo shunga qaramay, u bizning Quyosh tizimimiz ichiga joylashtirilsa, faqat Merkuriy orbitasining 1.5 qismigacha yetadi. Bu nihoyatda kichik, lekin juda og'ir hisoblanadi. Eng kichik qora tuynuklardan biri bu J1650 hisoblanadi. U Manhattan uzunligiga teng, ammo massasi Quyoshdan 3.8 marta katta. Keyingi bosqichda Messier 15 markazidagi qora tuynuk hisoblanadi. Yer diametridan 2 barobar katta, massasi esa 4000 ta Quyoshga teng hisoblanadi. Supermassiv qora tuynuklar shu yerdan boshlanadi. Mana bu Quyoshning yarmiga teng keladigan, lekin og'irligi 100,000 marta Quyoshdan og'irroq. Bunisi esa Sagittarius A yulduzcha. Ana endi kattalariga. M87 galaktikasidagi qora tuynuk 54 milliard Quyosh massasini, unga biz Quyosh tizimini 4 marta sig'dira olamiz. Biz 2019-yilda uning birinchi suratini oldik. Eng yiriklaridan biri esa ton 618 hisoblanadi. Massasi 66 milliard Quyosh va uning ichiga 40 ta Quyosh sistemamizni to'liq sig'dira olamiz. Va eng qizig'i shundaki, mana shu sanab bergan qora tuynuklarimiz bu prosta biz biladiganlar hisoblanadi. Biz bilmaydiganlar va hozirgacha yana ham kattalashib ketgan qora tuynuklar nechta bo'lishi mumkin? Bu aniq emas. Ana endi biz qora tuynukni ichkarisiga tortilishni boshlaymiz. Qani go. Men endi hozir o'zimga sherik olib, qora tuynukning ichiga kirib ko'raman. Endi tasavvur qiling. Biz qora tuynukka yaqinlashmoqdamiz. Dvigatellarni o'chirib erkin qulaymiz. Ichkarida bo'lganimizda biz hech narsani sezmaymiz. Xuddi xalqaro kosmik stansiyadagi astronavtlar kabi. Raketadagi bizni xonamiz afsunlar yordamida juda kuchli qilingan. Ya'ni u bizni qizishdan, radiatsiyadan himoya qiladi. Undan keyin esa hech narsa. Ammo tashqaridan qaraganda hammasi boshqacha bo'ladi. Tasavvur qiling. Ha, aynan siz hozir buni tomosha qilayotgan odamsiz. Siz tashqariga chiqasiz va juda qudratli teleskop orqali 26,000 yorug'lik yili uzoqlikdagi qora tuynukka tushayotgan meni kuzatyapsiz. Xo'sh, agar biz qora tuynukka yaqinlashganimiz sari siz
nimani ko'rardingiz? Agar siz meni soatimni ko'ra olganingizda, vaqtimni sekinlashib borayotganini ko'rardingiz. Tobora sekinroq va yana sekinroq va hodisa ufqiga yetib kelganida vaqtim go'yoki butunlay to'xtab qolgandek tuyulardi. Bu nihoyatda muhim. Chunki biz qora tuynukka yaqinlashganimiz sari biz o'zimiz sezayotgan sayohat bilan siz uzoqdan ko'rayotgan sayohat bir xil emas. Ular mutlaqo boshqacha tuyulishni boshlaydi. Buning sababi shundaki, qora tuynuklar atrofidagi makon va vaqtni buzib, egib yuboradi va aynan shu narsa eng muhim omil hisoblanadi. Bu hodisa g'alati tuyuladigan jihatlari bor, lekin aslida bu tasodifiy emas. Bu koinotning eng chuqur qonunlaridan biri hisoblanadi. Bu Einsteinning nisbiylik nazariyasi bilan tushuntiriladi. Qora tuynuklar makon va vaqtni egib tashlaydi. U e'lon qilgan nazariyaga ko'ra, agar siz unga ma'lum bir miqdordagi materiyani bersangiz, tenglamalar koinotning matosi qanday buzilishidan aniq ko'rsatib beradi. Qora tuynuk biz biladigan makon-vaqt buzilishining eng ekstremal misoli hisoblanadi. Matematik hisob-kitoblari shuni ko'rsatadiki, unga yaqin joydagi haqiqat bilan undan juda uzoqdagi haqiqat bir xil emas. Biz uchun koinot go'yoki tezlashayotgandek ko'rinadi, siz uchun esa biz sekin harakatlanayotgandek tuyulamiz. Tashqi kuzatuvchining nuqtai nazaridan go'yo hech narsa qora tuynukka tushmayotgandek tuyuladi. Biz u yerda abadiy muzlab qolamiz. Tashqaridagi kuzatuvchi uchun biz hech qachon qora tuynukning ichiga tushmagandek ko'rinamiz, faqatgina asta-sekin qizil rangga siljib yo'q bo'lib ketamiz. Hodisa ufqida bu makon daryosi. Ichkariga tomon yorug'lik tezligida oqadi, ichkariga kirganidan keyin esa bundan ham tezlashadi. Endi tasavvur qiling, siz yorug'lik zarrasisiz. Kichkina baliqchadek oqimga qarshi suzmoqchisiz. Ammo agar oqim sizga suza oladigan eng yuqori tezlik, ya'ni yorug'lik tezlikda oqayotgan bo'lsa, siz undan qochib chiqa olmaysiz. Biz endi hodisa ufqidan o'tib bo'ldik. Ammo qora tuynuk ichidagi narsalarni ko'rsatishdan oldin men yerning ichida nima borligini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Hozir Instagramga kirib turib, kuchukcha Hazratov qattiq bilan yozib ko'radigan bo'lsalaring, meni Instagramim chiqib keladi. Like bosib, podpiska bosib, kommentlar yozib qo'yishlaring mumkin va mana shu YouTube'da ham bu kanalga podpiska bosib, komment yozib qo'ysalaring, YouTube ko'proq obunachilarga yetib borishga xizmat qiladi. Endi esa sizni qora tuynukning ichiga olib kirishga harakat qilaman. Let's go. Biz hodisa ufqidan o'tib bo'ldik, lekin hali ham tushishda davom etyapmiz. Tobora chuqurroq. Va nihoyat biz nimanidir his qilishni boshlaymiz. Tortishish kuchi esa tobora tezlashib boradi va aynan shu joyda menga yoqadigan bir ibora paydo bo'ladi. Bu shunday holatki, oyoqlaringizga ta'sir qilayotgan tortishish kuchi boshingizga ta'sir qilayotgan kuchdan shu qadar farq qiladiki, tanangiz nihoyatda kuchli tarzda cho'zilishni boshlaydi. Bu jarayon spagettifikatsiya deb ataladi. Boshqacha aytganda, buzilish tananing har bir qismida bir xil bas. Bu faqat cho'zilish emas, siqilish ham bor. Siz o'zingizni bir vaqtning o'zida cho'zilayotgan va ezilayotgandek his qilasiz. Singulyarlikka tobora yaqinlashgan sari bu ta'sirlar yanada kuchayadi. Oxir-oqibat ular shunchalik ekstremal bo'ladiki, avval tanamiz bir butun bo'lib qolishini to'xtatadi. Bir uzun ipga o'xshab ketamiz. Keyin sekin-sekin atomlar ajralishni boshlaydi. Oxir-oqibat hamma narsa butunlay yo'q qilinadi. Biz bo'lgan barcha narsalar parchalanib ketadi. Lekin bu parchalar hanuz singulyarlik tomon shiddat bilan qulab boradi. Odatda biz singulyarlikni yulduz cheksiz kichik nuqtaga qulab tushgan joy sifatida qabul qilamiz. Ammo qora tuynukda singulyarlik shunchaki bir joy emas. U vaqtning o'zi ham hisoblanadi. Einstein nazariyasiga ko'ra, bu vaqtning oxiri hisoblanadi. Bu juda go'zal fikr. Hodisa ufqidan o'tgan har qanday narsa uchun singulyarlik kelajakda joylashgan bo'ladi. Xuddiki siz menga aytasiz, men bu narsadan qochib ketmoqchiman deysiz. Ama aytaman, nimadan qochmoqchiman? Nimadan qochmoqchisan deydigan bo'lsam, siz ertadan deysiz. Ertadan qochishning imkoni yo'q, chunki u kelajakda keladi. Ya'ni hali kelmagan narsadan qochish imkonsiz hisoblanadi. Qora tuynuk markazini vaqtning oxirida tasavvur qilishni ko'ramiz endi. Miyangizni spagetti qilib yuborishi bu normal holat hisoblanadi. Chunki hozir vaziyat yana ham chigallashadi. Biz hodisa ufqidan o'tdik. Biz spagettifikatsiyadan ham o'tdik. Endi bir savol tug'iladi. U yerdan tashqariga qaytib chiqa olamizmi? Einstein nazariyasiga ko'ra yo'q. Siz eng oxiriga yetib keldingiz, tugadingiz, tamom bo'ldingiz. Bum. Siz yo'qsiz endi. Endi Stephen Hawking esa boshqacha bir fikr bilan chiqdi. Einstein nazariyasiga ko'ra, qora tuynukdan hech narsa chiqmasligi va ular faqatgina o'sib, atrofdagi massani yutib borishi kerak. Lekin Hawking shuni aniqladiki, qora tuynukdan nimadir chiqadi. Bu Hawking nurlanishi hisoblanadi. Qora tuynuk juda zaif bo'lsa ham nurlanadi. Demak, u energiya yo'qotadi. Energiya yo'qotadigan bo'lsa, uning umri bor.
Va bu shuni anglatadiki, bir kun kelib qora tuynuk butunlay yo'q bo'lib ketadi. Oxir oqibat koinot yana tinch va normal holatiga qaytadi. Faqat Hawking nurlanishi milliardlab yillar davomida qolgan nurlanishgina qolishi mumkin. Ammo bu yerda bir muammo bor. Biz biladigan barcha fizika qonunlari axborot yo'qolmaydi deydi. Agar biz va boshqa barcha narsalar hodisa ufqidan o'tib, singulyarlikka tushadigan bo'lsak, qora tuynuk oxir oqibat yo'q bo'ladigan bo'lsa, Bizga bu orada nima bo'ladi? Hawkingning dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra, nurlanish sof termal edi. Ya'ni u hech qanday axborotni olib chiqmaydi. Bu esa shuni anglatardiki, qora tuynukka tushgan hamma narsa haqidagi axborot butunlay yo'qolgan bo'lardi. Bu esa juda g'alati hisoblanadi, chunki tabiat qonunlariga ko'ra hech qanday ma'lumot yo'q bo'lib ketmasligi kerak. Ha, u chalkashishi mumkin, u o'zgarishi mumkin vaqtlar davomida, lekin hech qachon u yo'qolib ketishi mumkin emas. Aynan shuning uchun shu savol hammani qiynadi. Oxirida nima bo'lishi mumkin? 2019-yilda ko'rsatilgan bir qator ilmiy ishlar shuni ko'rsatdiki, Hawking hisob-kitobida juda nozik, ammo muhim xato bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Hawking nurlanishi axborotsiz emas. Jarayon oxirida qora tuynukka tushgan barcha narsalar haqidagi axborot nurlanishga kodlangan holda qaytib chiqadi. bu mantiqan to'g'ri, axborot yo'qolmaydi, ammo bu yanada bir g'alati savolni tug'dirishi mumkin. Vaqtning oxiri bo'lgan singulyarlikka kirib ketgan ma'lumotlar qanday qilib nurlanish orqali yana tashqariga qaytib chiqishi mumkin? Axir men biror narsani olib turib qora tuynukning ichiga tashlaydigan bo'lsam, u singulyarlikdan o'tadi, spagettifikatsiyalashdan o'tadi va butunlay yo'q bo'lib ketadi-ku. Unda qanday qilib u haqidagi ma'lumotlar nurlanishga yozib qolinishi mumkin? Bu yerda bir ogohlantirish bor. Bu aynan shu savolga javob hozir ham o'rganilyapti, ya'ni ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti va aynan mukammal javobni berish imkonsiz hisoblanadi. Balki qora tuynukning ichki qismi umuman joy bastir, umuman yo'q narsadir. Men bu narsalarni o'ylab butunlay miyam hozir portlab ketyapti. Va yana bitta fikr tug'ildi, balki butunlay bu qora tuynukning o'zi katta kvant kompyuterdir. Hech qanaqangi inson tomonidan yaratilmagan bitta kompyuter, uning ichida hamma ma'lumotlar saqlanadi. Jamiki kirgan ma'lumotlar saqlanadi, lekin o'chib ketmaydi. Siz nima fikr bildirasiz? Kommentlarga yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang.